Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishi mumkin. Abola nashrining xabariga ko'ra, Al-Ittiqod misrlik futbolchini o'z safiga qo'shib olishdan manfaatdor. Jamoa hujumchini Al-Hilolga o'tib ketgan Karim Benzemaning o'rniga munosib nomzod sifatida ko'rmoqda. Turkiya chempionati 21-tur o'yinda Trabzonspor safarda Samsunsporni yirik 3-0 hisobida mag'lub etdi. Mazkur bahsda Trabzonliklar hujumchisi Pol Onuachi dubl muallifi bo'ldi. Bu orqali nigeriyalik forvard chempionatdagi gollari sonini 15 taga yetkazib oldi va hamyurtimiz Eldor Shomurodovni ortda qoldirib peshqadamga aylandi. Dinamo fransiyalik 26 yoshli markaziy himoyachi Mahamadou Dembele bilan rasmiy kelishuvga erishilganini ma'lum qiladi. Dembele va Samarqand klubi o'rtasidagi 1 yillik shartnoma imzolandi. Mahamadou Dembele PSG futbol akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo'lib, Parij klubi hamda Fransiya o'smirlar 16, o'smirlar 18, o'smirlar 20, o'smirlar 21 yoshlar terma jamoalari sharafini himoya qilgan. Yanvar oyidagi qishki transferlar davrida Abduqodir Husanovni olish maqsadida Angliya Premyer Ligasining 2 klubi Manchester City eshigini qoqqani ma'lum bo'ldi. Bu haqda V-Sport kabi nufuzli manbalar bilan hamkorlik qiluvchi taniqli jurnalist Kamil Peshbax ma'lumot berdi. Peshbaxning yana bir manba Sportsbomb xabariga tayanib ma'lum qilishicha, David Moyes boshqaruvidagi Everton Abduqodir Husanovni to'liq transfer qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Everton yanvar oyida o'z maqsadiga yeta olmagan bo'lsa-da, Abduqodir Husanovni olishga bo'lgan harakatlarni yozgi transferlar davrida davom ettirishni mo'ljallab turibdi. Angliyaning yana bir jamoasi Bournemouth esa Abduqodir Husanovni ijara asosida olishni maqsad qilgan. Nufuzli manbalarda qayd etilishicha, Manchester City rahbariyati har ikki taklifni ko'rib chiqqan va ularga jamoa ayni paytda o'zbekistonlik futbolchi bilan xayrlashish niyatida emasligini bildirgan.